7 sinf algebra, kvadratlar ayirmasi mavzusi, 60-bet birinchi mashq. Ko'paytirishni bajaring. Bu yerda ana kvadratlar ayirmasi formulasidan foydalanamiz. Qaysi? A plus b ko'paytirilgan a minus b teng a kvadrat minus b kvadrat. Bularning hammasi ana shu formulaga keladi. Ya'ni ochib chiqsak ham bo'laveradi. Ya'ni umuman bu formuladan foydalanmasdan ochib chiqsak qisqarib ketadi-yu, baribir yana shu formulaga keladi. Ya'ni ixchamlar 0 bo'lib ketadi bu o'rta hadlari. Xo'sh, ana endi demak a plus y a minus y. Bu nima bo'ladi? Ana a plus b a minus b ga kelyapti. Demak, buni ochib chiqsak a kvadrat minus y kvadrat bo'ladi. A kvadrat minus y kvadrat. Xuddi shunday hammasini yozib chiqa olamiz. N minus m, n plus m. Bu yerda e'tibor bering. Bu a plus b birinchi kelyapti, a minus b ikkinchi kelyapti. Uning aloqasi yo'q. Ko'paytmani joyi o'zgargani bilan farqi yo'q. Bu birinchi kelyapti, bu ikkinchi kelyapti. Yoki birinchisi plyuslik bo'lsa ham farqi yo'q. Ya'ni muhim ko'paytirilyapti-ku. 2 kara 3, 3 kara 2 farqi yo'q. Xo'sh, demak bu n kvadrat minus m kvadrat bo'ladi. Bunisi-chi k kvadrat minus n kvadrat bo'ladi. K kvadrat minus n kvadrat. Hammasi shu formulaga kelyapti. B minus c, b plus c. Demak, b kvadrat minus c kvadrat. Bu pi kvadrat minus q kvadrat. Bunisi-chi l kvadrat minus k kvadrat. Demak, shu formulani yodlab olamiz. Juda ham ko'p kerak bo'ladi. Obuna bo'lamiz, like bosamiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosamiz va Telegram kanaliga a'zo bo'lamiz.